هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. İbrahim suresi tefsiri 28. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn-i Kethir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İbrahim suresi 28. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın bergen ni'metiga küfürlük kılgan ve öz kavmini ozdirish bilen halaket mevqasiga tushirish, halaket mevqasiga tushirib qo'yganlarni ko'midingmi? Halaket mevqasi cehennemdirki, ular cehennemga kirdi. O nima degan yomon joy? Ular kişilerini Allah'ın yoludan, yani İslam dininden azdırış için Allah'a nurgun butlarını şirk kılıp aldı. Ulağa dünyanın nimetlerinden behrimen buldunlar. Şübhisiz ki sizlerin bardığın cayınla devzaktır degen. Allah Teala'nın bergen nimetlerine küfürlük kılganlarının bardığın cayı. İmam Bukhari mındaktaydı. Allah'ın bergen ni'metiga küfürlük kılgan ve öz kavmini azdırış için halaket mevqasiga tushirib qo'yganlarni ko'midingmi? Yani bilmedingmi deganlik bo'ladi. Tövendeki ayetlerdimi muş mazmun ta'kidlangan. Rabbingning fe'l egillerini qanday qilganligini ko'midingmi? Özleri minglarcha turg'uliq ölümden korkup yurtlardan kaçıp çıkan kişilerden haberin yok mu? La havle ve la kuvvete illa billah. Ali ibn Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhumanın Allah'ın bergen ni'metiga küfürlük kılgan ve öz kavmini azdırış bilen halaket mevqasiga tushirib qo'yganlarni ko'midingmi degan ayette göz tutulganlar Mekke kafirlardir deganligini rivayet qildi. İbn Kava Ali radıyallahu anhudan ni'matga küfürlük kılgan ve öz kavmini azdırış bilen halaket mevqasiga tushirib qo'yganlarni ko'midingmi degan oyatning ma'nosi haqida so'radi. Ali radhiyallohu anhu mundaq dedi. Ular Badr g'azotidagi Quraysh kafirlaridir. Quraysh kafirlarga Alloh taolaning iymon ne'mati keldi. Ular Alloh taolaning ne'matini kufrlik tegishib, o'zlarining qavmini halokat ozgiliga boshladi. Bu ayetning ma'nosi kafirlarning hammasiga umumidir. Hakikaten Allah Teala Muhammed aleyhisselamni ehli cihanga rahmet ve insaniyetki nimet kılıp evetti. O nimetni kabul kılıp şükranesini ötegen kişi cennetke kirdi. O nimetni inkar kılıp küfürle kılgan kişi devzak kirdi. Ula kişilerini Allah'ın yoludan, yani İslam dininden azdırış için Allah'a nurgun butlarını şerik kılıp aldı. Yani ula Allah Teala'ga başka nesillerini kıtıp ibadet kıldı. Kişilerini aşu şeriklerge ibadet kılışkı çağırdı. Andın Allah Teala peygamberinin tili bilen ulağa tehdit silip ve agahlandırıp mındak dedi. Ulağa dünyanın nimetlerinden behrimen buldunla, şübhisiz ki sizlerin bardığın cayınla devzaktır degen. Yani
dunyoda qandoqliki bir narsaga qodir bo'lsanglar, uni qo'linglardan kelganicha qilinglar. Sizlarning qilgan ishinglar nima bo'lishidan qat'iy nazar qaytib boradigan joyinglar bizning dargohimizdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ularni dunyodan ozgina muddat bahramand qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Ular bu dunyodan ozgina vaqtli bahramand bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kafir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tetitimiz. Mo'min bandilarimga aytqinki, ular namozni ado qilsin. Oldi satdimi, do'stlikmi bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni kelishdan burun biz ularga bergan mol-mulkdan yoshirin va oshkor yo'sinda sadaqa qilsin. Namoz o'qish va zakot berishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandilarini Alloh taologa bo'ysunishga, Alloh taoloning haqqini ado qilishga, Alloh taoloning mahluqotlariga yaxshilik qilishga, shirki yo'q, yolg'iz bir Alloh taologa ibodat qilib namoz o'qishga, Alloh uning rizq qilib bergan narsalarning zakotlarini berishga, urug' tuqqanlarga sadaqa berishga va yot kishilarga yaxshilik qilishga buyurdi. Oyatdagi namoz o'qish degan so'zdan namoz o'qiganda namozning vaqtiga barliq ruku, sajda va boshqa arkonlarga to'liq rioya qilishni ko'rsatdi. Subhanalloh. Alloh taolo kishilarning hech qanday odam fidya beribmi o'zini qutuldira olmaydigan qiyomat kuni kelishdan burun o'zlarini qutuldirishi uchun Alloh taolo rizq qilib bergan narsalardan maxfiy va oshkora nafiqa qilishga va shundoq qilishga oldirishiga buyurdi. Oldi satdimi, do'stlikmi bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni kelishdan burun biz ularga bergan mol-mulkdan yoshirin va oshkor yo'sinda sadaqa qilsin. U vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: bugun sizlardan va kofirlardan fidya ilinmaydi. Do'stlikmi bo'lmaydigan. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: qiyomat kuni azoblanishga loyiq bo'lgan kishini qutuldirishga, uning kechirim qilinishiga yordam bera oladigan do'stning do'stligi tepilmaydi. Balki qiyomat kunida adolat va odillik yurgiziladi. Qatada mundaq dedi: haqiqatan Alloh taolo ilm, setim va do'stlikning bo'ladiganligini biladi. Bir odam tutgan do'stiga va uni nima uchun do'st tutganligiga qarab baqsin. Agar do'stlik Alloh yo'lida bo'lsa, uni davomlashtirsin. Agar do'stlik Alloh roziligidan boshqa sabablar tufaylidan bo'lsa, uni üzsün. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Men, yani İbn Kesir, bu ayetning ma'nosini mundaq deb qarayman. Alloh taolo qiyomat kunida har qanday kishining o'zini qutqizib olishi uchun zimin to'shqichi oltin va ilkida bo'lgan barliq mol-mulkini bersa-mu, qabul qilinmaydiganligidan ve Allah Teala'ga kafir halatda uçraşkan her bir kişinin dostluğu ve şefaatinin menfaat vermeydiğinliğinden haber verdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: birovga birov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining fidyasi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafaati foyda qilmaydigan, ularga, ya'ni kafirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. Ey mu'minlar, so'd setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kuni, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Kufroniy ne'mat qilg'ichilar
o'zlariga zulm qilguvchilardir. Allah osmonlarni va zaminni yaratdi. Bulutdan yağmur yağdırıp berdi. Yağmur suyu bilan sizlarga rizq qilib, nurg'un meyvelarni o'stirib berdi. Allah sizlarga o'z amri bo'yicha dengizda qatnaydigan kemalarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga daryolarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga oy bilan kunni tartiblik davr qilib turadigan qilib bo'ysundirib berdi. Sizlarga kecha bilan kunduzni bo'ysundirib berdi. Allah sizlarga so'ragan narsanglarning hammasini berdi. Sizlar Allohning ne'matini sanab tugatolmaysizlar. Kafir odam shak shubhisizki zulm qilg'uchidir. Allohning ne'matlariga kufrlik qilg'uchidir. Allah Taolaning ne'matlarining ko'p ekanligini bayon qilishi. Allah Taala bu oyatda o'zining mahluqotiga osmonni qo'g'dalg'uchi o'g'za, zaminni to'shak qilib yoritib berganligi, osmondan yomg'ir yog'dirib, uning bilan rangi, shakli, ta'mi, puruqi va beradigan foydasi bir-biriga o'xshamaydigan har xil foydali ziroat, meva va o'simliklarni juplari bilan o'stirib berganligi, o'z amri bilan dengiz to'lqinlarida kemalarni mangdigan qilib bo'ysundirib berganligi, kemada safar qilg'uvchilarning bir rayondan yana bir rayonga qaynab, bir rayondan yana bir rayonga qatnab, shu rayonlardagi mahsulotlarni o'zaro almashtirib akilalaydigan qilib bo'ysundirib berganligi, insonlarning o'simlik va hayvonotlarning sug'urishi qulaylik bo'lish uchun zaminni yerib oqadigan o'stanglarni bo'ysundirib berganligi, uningdan boshqa nurg'unlagan foydali narsalarni bo'ysundirib berganligi va kech kunduz to'xtab qolmay mangdigan kun va oyni bo'ysundirib berganligi qatorliq ne'matlarni sanab berdi. Sizlarga oy bilan kunni tartiblik davr qilib turadigan qilib bo'ysundirib berdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: kunning oyga yetib olishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqt kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Har biri falakda uzib turdi. Allah kech bilan, ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzni yopadi. Kechi bilan kunduz bir-birini qo'g'lishidi, ya'ni davomli o'rin almishib turdi. Allah quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilg'uchi qilib yaratdi. Demak, kun va oy bir-biriga ergishidi. Kechi bilan kunduz bir-biriga qarama-qarshi bo'lib, ba'zida kunduz qisqarib, kechi uzraydi va ba'zida kunduz uzrab, kechi qisqaraydi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Allah kechini kunduzga kirgizadi, kunduzni kechiga kirgizadi. Shuning bilan kecha kunduzning uzun qisqa bo'lishi joylar, fasllar bo'yicha navbatlashib turdi. Allah kun bilan oyni bandalarining manfaatiga bo'ysundirib berdi. Har ikkilisi muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Allah kun bilan oyni bandalarining manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan vaqtgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Bilinglarki, u, ya'ni Allah o'z ishida g'olibdir. Bandalarining gunohlarini to'liq mag'firat qilguchidir. Sizlar Allohning ne'matini sanab tugatolmaysizlar. Allah Taala bu oyatda sizlar o'zinglar uchun so'ragan, sizlar uningga har qanday ahvolda muhtoj bo'ladigan narsalarni sizlarga tayyorlab berganligini bayon qiladi.
bendilərinin ne'matlarning shukronisini ado qilishi u yoqda tursin, u ne'matlarning sonini sanab bo'lishdan ojiz keladiganligini xabar qiladi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. İmam Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ey Alloh, sen uchun aytilgan hamd sana yetarlik emasdir. Ey Rabbim, hamd aytmaslik va hamd aytishdan o'zimizni qochirish mumkin emasdir. Asarda mundaq rivoyat qilindi. Davud alayhissalom, ey Rabbim, mening sana shukr qilganligim sening menga bergan ne'matlaringdan to'sa, men sana qandoq shukr aytsam bo'la dedi. Alloh taolo, ey Davud, mana endi menga shukr aytding dedi. Ya'ni ne'mat berguchi bo'lgan, menga shukr aytishga ojiz kelganligim, ne'mat berguchi bo'lgan menga shukr aytishga ojiz kelganligini kingni e'tirof qilganliging menga shukr aytganligingdir. Ne'mat berguchi bo'lgan menga shukr aytishga ojiz kelganligingni e'tirof qilganliging menga shukr aytganligingdir. La havla va la quvvata. Öz vaqtida İbrahim aytdi. Rabbim, bu joyni, ya'ni Makkani tinch joy qilib bergin. Meni va mening avlodlarimni butlarga cho'qinishdan yiroq qilgin. Rabbim, haqiqatan ular, ya'ni butlar nurg'un kishilarni ozdirdi. Kimiki menga ergashgan ekan, u mening dinimdadir. Kimiki menga osiylik qilgan ekan, sen albatta uningga mag'firat qilishga va marhamat qilishga qodirsan. İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselamni Mekke'ye o'rinlashtirganda qilgan duosi. Bu o'rinda Alloh taolo urush harom qilingan shahar Mekke'ning hech shirki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga qurilgan tunji o'rin ekanligini, aholilari İbrahim aleyhisselamning sabab bilan ovod qilinganligini, ular Alloh taolodan boshqasiga ibodat qilishdan ado juda ekanligini va İbrahimning Mekke'ning tinchligi uchun duo qilganligini arab mushriklariga pokit qilib bayon qiladi. İbrahim aleyhisselam mundaq deydi. Rabbim, bu joyni, ya'ni Mekke'ni tinch joy qilib bergin. Alloh taolo İbrahim aleyhisselamning duosini ijobat qilib mundaq deydi. Ular, ya'ni mushriklar ko'rmamdiki, biz haramni aman joy qildik. Halbuki ularning atrofidagi kishilar asir elinyotidi va o'ltirilyotidi. Alloh taolo Makka to'g'risida mundaq deydi. Haqiqatan insonlarga ibodat uchun tunji selingan uy, ya'ni Baytulloh Makkadir. Mubarakdir, jahon ahliga hidoyatdir. Uningda ochiq alomatlar borki, maqomi İbrahim shularning biri. Baytullohga kirgan odam amin bo'ladi. Rabbim, bu joyni, ya'ni Makkani tinch joy qilib bergin degan oyatdan İbrahim aleyhisselamning bu duoni Makkani bino qilgandan keyin qilganligini ko'rib olg'il bo'ladi. Shunga İbrahim aleyhisselam mundaq dedi. Jami hamda sana yaşang'inimda menga İsmail bilan Ishoqni bergan Allohga xosdir. Haqiqatan İsmailning Ishoqdan 13 yosh cho'ng ekanligi aniqdir. Ammo İbrahim aleyhisselam onasini emayotgan holatidagi o'g'li İsmailni va uning onasini Makkaga olib qo'ygandimi, bu duoni qildi. Bu vaqtda Baqara surasida keng doirada so'zlagan edi. Meni va mening avlodlarimni butlarga cho'qinishdan yiroq qilgin. Bu duoning mazmunidan har qanday duo qiluvchining o'ziga, ota-onasiga va bola chaqalariga duo qilishning lozimligi chiqadi. İbrahim aleyhisselam bu duoni qilgandan keyin nurg'un kishilarning butlarning sababi bilan ozdirilganligini
özünün butlarga ibadet kıladigan kişilerden ada juda bolup, ularning işini Allah Taalaga topshirganligini bayon qilib mundaq dedi. Rabbim haqiqatan ular, yani butlar nurg'un kishilarni ozdirdi. Kimiki manga ergashgan ekan, u mening dinimdidir. Kimiki manga osiylik qilgan ekan, sen albatta uningga mag'firat qilishga va marhamat qilishga qodirsan. Allah Taala ularni xolisi azoblaydi, xolisi mag'firat qiladi. Bu vaqtda Isa alayhissalom mundaq degan: agar ularga azob qilsang, ular sening bandalaringdir. Ularni xoliqingcha tasarruf qilsan, sana hech ahadi ta'arruz qilolmaydi. Agar ularga, ya'ni ularning ichidagi tavba qilganlarga mag'firat qilsang, sen ishingda g'olib, hikmat bilan ish qilg'uchidirsan. Bu oyatdan kafirlarni azoblash yoki mag'firat qilish Allah Taalaning xohishi bo'yicha bo'ladiganligi, ularga azob yoki mag'firatni tilashning durust emasligi chiqdi. Abdullah ibn Amr radiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhissalom Ibrohim alayhissalomning: Rabbim haqiqatan ular, ya'ni butlar nurg'un kishilarni ozdirdi. Kimiki sana ergashgan ekan, u mening dinimdidir. Kimiki manga ergashgan ekan, u mening dinimdidir. Kimiki manga osiylik qilgan ekan, sen albatta uningga mag'firat qilishga va marhamat qilishga qodirsan degan so'zini va Isa alayhissalomning agar ularga azob qilsang, ular sening bandalaringdir. Ularni xoliqingcha tasarruf qilsan, sana hech ahadi ta'arruz qilolmaydi. Agar ularga, ya'ni ularning ichidagi tavba qilganlarga mag'firat qilsang, sen ishingda g'olib, hikmat bilan ish qilg'uchidirsan degan so'zini o'qib, ondan ikki qo'lini ko'tarib, ey Alloh, mening ummatim, ey Alloh, mening ummatim, ey Alloh, mening ummatim deb yig'lab ketdi. Ondan Allah Taala: ey Jibril, Muhammadning qishig'i borgan. Albatta sening Rabbing bek bilgichidir. Sen uningdan nima ishga yig'ilding deb so'rab baqqan dedi. Jibril payg'ambar alayhissalomning qishig'i kelib so'raganda, payg'ambar alayhissalom uningga: ummatimning holi nim bo'la deb yig'laganligidan xabar berdi. Ondan Allah Taala Jibrilga: Muhammadning qishig'i borgan va haqiqatan biz ummating to'g'risida seni rozi qilamiz va seni noumid qo'ymaymiz degan dedi. Rabbim avlodimning bir qismini, ya'ni balam İsmail bilan ayolim Hajarni namoz o'qisin, ya'ni sen ibodat qilsin deb sening hurmatlik uyingning qishidagi ekinsiz bir vodiga, ya'ni Makkaga o'rinlashtirdim. Rabbimiz bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgan, ularni shukr qilsin deb turli mevalarni ularga rizq qilib bergin. Bu ayet bu duanın İbrahim Aleyhisselam'ın ayoli Hacer ve balası İsmail'ni Mekke diyarında koyup qaytadigan çağda, yani Kabe bina bo'lishdan burun qilgan tunji duosidan ve shundaqla Kabe bina bo'lgandan keyin o'tganki voqealarni ta'kidlash orqali ulug' va katta Alloh taologa umid bog'lab qilgan ikkinchi qitimliq duosi ekanligiga pokit bo'ldi. Şuna İbrahim Aleyhisselam: senin hurmatli uyingning qishidagi ekinsiz bir vodiga, ya'ni Makkaga o'rinlashtirdim dedi. Avlodimning bir qismini, ya'ni balam İsmail bilan ayolim Hajarni namoz o'qisin, ya'ni sen ibodat qilsin deb, ya'ni haqiqatan u uyni Makka ahlining uningda ibodat qilishga qodir bo'lish uchun hurmatli qildim.
Rabbimiz bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgan. İbn Abbas, Mujahid, Said ibn Jubay ve boshqalar bu oyat haqida mundaq dedi. Agar İbrahim alayhissalom bütün insonlarning ko'ngillarini moyil qilib bergan deb duo qilgan bo'lsa, cho'qim Faris, Rum, Yahudi, Nasara ve barliq insonlar u yerga zich o'rlashgan bo'ladi. Lekin İbrahim alayhissalom bir qism kishilarning deb Makkaga ko'ngillarning moyil bo'lishini faqat musulmonlarga xos qildi. Ularni shukr qilsin deb turli meyvelarni ularga rizq qilib bergan. Ya'ni u ziroat unmaydigan vada bo'lg'achqa bu rizq ularning sana itoat qilishiga yordam bo'lishi uchun u vadada ular uchun yigidek meyvelarni qilib bergan. İbrahim alayhissalomning bu duosini Alloh taolo ijobat qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ularni biz tinch haramga yerlashtirmadikmi? Haramga turli meyvelarning hammasi keltiriladi. Bu bizning dargohimizdan tushirilgan rizqdir. Lekin ularning to'lisi bilmaydi. Mana bu rizqlar Alloh taolaning kuyimchanligi, sexiligi, rahmati ve berkitidir. Hürmetlik shahar Mekke'de meyve beradigan daraxt yo'q. Lekin Alloh taolaning do'sti İbrahim alayhissalomning qilgan duosi ijobat bo'lganligi uchun Mekke'nin atrofidagi shaharlarning meyvelari Mekke'ga ilib kelindi. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda İbrahim suresi tefsirinden 37. ayetçi anıldınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.